Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Sizmisizlar? Charchamasizlar? Tak, davom ettiramiz bo'lmasa o'sha boshlagan mavzuyimizda. Hop, sizlar bilan o'tgan dars esingizda bo'lsa o'sha present continuous o'tgandik. Qanday qilib ishlatilishi, nima holatlarda present continuous ishlatamiz, и strukturalar, hamma narsani ko'rib qo'ydik, xudo xohlasa. Endi bugun siz bilan o'tadigan narsamiz present continuousni spelling rulslari. Qanaqa qilib biza ing qo'shamiz? Har doim bilasiz o'rtoqlar, biza ing qo'sha olmaymiz. Bizada ma'lum bir fe'llar bor. Ular ing qo'shganda sal o'zgaradi-da holati. ing qo'shgan. Misol uchun sit degan so'z bor bizda, o'tirmoq. O'shanga siz ing qo'shadigan bo'lsangiz, u sitting bo'lmaydi. Bu sitting bo'lmaydi. Bu sitting bo'ladi. Ikkita t bo'ladi, ko'rasizmi? Shunaqa holatlarni hozirmaslarga ko'rsatib e'tibor ketaman. Birinchi holatimiz. Qachon bizni fe'limiz mana shu 3 ta harf bilan tugasa, ya'ni w, x yoki y bilan tugasa, guys, biz unga shunchaki oddiy ing uni o'zini qo'shamiz. Tushundingizmi? Qachonki so'zlarimiz shu harflar bilan tugasa, unga shunchaki biz ing ni o'zini qo'shib olamiz. Misol uchun bizda bor, let's say snow degan so'z bor, qor yog'moq. Qor yog'yapti desangiz, siz uni snowing deysiz. Snowing deysiz. Oddiy ing qo'shasiz. Buni bilasiz. Bilishingiz mumkin bu narsani. Lekin buni hozir nimaga buni aytayotganimni, aynan buni aytayotganim sal pastroqqa tushganimizda, tak 5-qoida yo 4-larga borganimizda aytaman nimaga. Xo'p, keyin yana nima bor? W ketdi, h bilan tugaydigan. Fix degan so'z bor misol uchun bizda. Fixga nima desak bo'ladi? O'sha ing qo'shsak, unda fixing bo'ladi, ing o'zi qo'shiladi oddiy. Yoki yana nima bor bizda? Shunaqa ishlatiladigan yana ye bilan tugaydigan. Study degan so'z bor, study. Study o'qimoq. O'sha o'qiyman desangiz, siz u yerda studying deysiz. Ko'pchilik o'quvchilar qiladigan xatodan bittasini aytaymi sizga? Ko'pchilik o'quvchilar qiladi buni, studyni yesini tushirib qolib, ing qo'shadi, yeni tushirib qolib. Bo'ladi bu narsa o'rtoqlar. Nimaga? Chunki bizda bor bunaqa pluralda bo'ladi-yu. Otlarda asosan plural qo'yayotganimizda, birlikdagi otda ko'plikka o'zgartirayotganimizda yeni tushirib qoldirib, keyin is qo'shamiz. Misol uchun bizda bormi maxsus? U bunga to'g'ri kelmaydi. Bu boshqacha narsa-da. Bu holatga to'g'ri kelmaydi. Aytaylik, bizda bor nima bor? Ye bilan tugaydi. Butterfly bor-a? Butterfly. Kapali. O'sha butterflies deyotganimizda o'sha yozilganda ye tushib qoladi. Butterflies. Ye tushib qolib, keyin is qo'shasiz. Bu narsa bizda bor bu holat. Faqat bu narsalar bilan ishlaydi-da, otlar bilan ishlaydi. Fe'llarga boshqacha bo'ladi. Fe'llarga ing qo'shganda, fe'llarga even ing bilan ishlayotganimizda bizda bu ye tushib qolmaydi. Bolalar adashtiradi bu narsani. Yeni mana otdagi yelar bilan yoki shular bilan ko'proq adashtirib turishadi. Sizlar uni qilmaysizlar, xudo xolasa, sizlar aqlli bo'lasizlar, sizlar aql bo'lasizlar, sizlar unaqa kalla qo'ymaysizlar. To'g'rimi? Tak. Endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi holati, bu birinchisida. Mabodo so'zimiz ikkinchi holati. Mabodo so'zimiz mana shu i harfi bilan tugasa, siz o'sha holatda i'ni chopasiz. Короче, i'ni choping. Choping deganda olib tashlaydi. Endi ko'chingizga aytaveraman ishlarni. Ozgina shunaqa xarakterim bor. Bo'lib olib tashlaysiz i'ni o'rniga shunchaki ing ni o'zini qo'shaverasiz. Ya'ni bizada keyin mana o'qiganingizdan keyin ing qo'shing. Bo'pti? Keyin ing qo'shing. Misol uchun make bor, make. Making deyotganda siz making ing qo'shmaysiz, to'g'rimi? Make olib tashlab keyin ing qo'shasiz. Или yana nima bor? Ride degan so'z bor. Ride, minmoq, haydamoq, velosiped bo'lsa. Endi siz riding demaysiz, to'g'rimi? i'ni olib tashlab turib, keyin ing qo'shasiz. Yana nima bor? Yana ride bor, drive bor, drive haydamoq, bilan tugaydi ham. O'shanda ham mana i'ni olib tashlaysiz, keyin ing qo'shasiz. Ya'ni bu driving bo'ladi keyin. Shu, birinchisi shunaqa bor. Ikkinchi holatimiz. Buni bundoq qilib qo'yib, chiroyli qilib qo'ysam, chiroyli bo'ladi.
nuqtamchi. Nuqta qo'ysak bo'ldi. Keyin bu narsa bo'lyapti. Mana shu harflar bularni ham bir nuqta qo'yamiz. Nuqta qo'ysak bo'ladi. Endi 3-holat. 3-holatini bilmasligingiz mumkin. Ya'ni bizada I degan so'zlar bo'ladi. Ya'ni so'zimiz I va I harflari bilan tugaydi. O'sha paytda o'sha I bilan I'ni ham chopasiz. Uni ham chopasiz. Keyin ing qo'shasiz. O'rniga keyin ingni qo'shmasiz. Ya'ni bizda mana shunaqa so'zimiz lie degan so'z bor. Lie aldamoq. O'sha lie'ni aldayapti desangiz, nima deysiz? I bo'ldi. Tak tugi bilan yo'q-da bu. Ketdi bu. Buni oddiy to'xtang, adashdim, uzr. Adashdim. Ming bor uzr. Bu yerda mana bunaqa bo'ladi. I'ni siz o'zgartirasiz, y'ga o'zgartirib, keyin ing qo'shasiz. Chopasiz degan narsa yo'q. Kech bo'ldi, o'rtoqlar, soat 9:43. Kech paytga. 4 ta dars o'tib, endi o'taman. Ozgina chalkashib ketdim. Ya'ni i'ni o'rniga siz o'sha gap y'ni qo'shasiz, keyin ing qo'shasiz. Keyin plus ing bo'ladi. To'g'ri? Bo'ldi. Bu o'zgaryapti bizda mana bu narsaga. Ya'ni bunga qo'shilmaydi y, ya'ni bu o'zgaradi bunga. Keyin ing qo'shiladi. Ya'ni lie degan so'zimizni olib tashlab turib, keyin ing qo'shasiz. Ya'ni o'rniga y qo'yib turib, keyin ing qo'shasiz. Lying bilan. Tushundingizmi? Yoki bizda bor nimasi bo'ladi? Die degan so'z. Die. O'lmoqqa. O'lyapti anavi desangiz, nima deysiz? Mana i'ni o'rniga nima qo'shasiz? Y qo'shasiz, keyin ing qo'shaverasiz. Shunda bizda shunaqa ketma-ketlikda chiroyli narsa sodir bo'ladi ekan. Spamchi kerak emas bu. Bo'ldi, tamom. 4-inchisi. 4-inchisi qachon biza boya bitta esida bo'lsa, aytdim-ku, ikkita t bo'lyapti, o'zgaradigan, ikkilanadigan holat. Harfli ikkilanadi-da, qachonki bizada guys faqat bir bo'g'inliklarda keladi bu narsa. Bir bo'g'inli so'zlarda shunaqa keladi ko'pincha, lekin har doim emas, ko'pincha doim. Keyin bizada ikkilanadigan narsa asosan mana so'zingiz mana aytaylik unli plus undosh. So'zingiz undosh bilan tugadi. Undosh harfi bilan tugadi nuqta bilan. Undosh harfi bilan tugadi va undan oldin bitta unli harf bor. Bir dona. Tushundingmi? O'shanaqa paytda o'sha unli harf emas, naborat, o'sha undosh harfi ikkilantirib yuborasiz. O'rtoqlar? Undosh harfi 2x qilasiz. Okay? Ko'paytirib yuborasiz 2 ga. Keyin ing qo'shiladi. Mana bizda bor boya sit degan so'z bor. Sit. O'tirmoq. Mana t'dan oldin bitta unli harf bor. O'sha unli harf, o'sha undosh harfi, shuning uchun undosh harf biz ikkita ko'paytirib, ya'ni ikkita t ing qo'yamiz. Yana shunaqa so'zimiz. Swim bor-a? Swim, u ham swimming bo'ladi. Ya'ni bu yerda yozilish holati bitta nima bilan yoziladi? Swim bitta nima bilan yoziladi, lekin bu yerda ham ko'rasiz, mana oldin bir dona harf bo'lgani uchun siz mana 2 ga ko'paytirishingiz kerak ekan. Nima bor yana? Nima keladigan? Nima deydi? Keladigan. Ko'paygan unaqa so'zimiz. Run degan so'z bor. Run yugurmoq. O'sha ham running bo'ladi. Yoki bizda bor shop degan so'z bor, bozorlik qilmoq. Bunga ham ing qo'shasiz. Shop. Ko'rdingizmi? Shunaqa ketma-ketlikda bo'lar ekan. Endi 5-inchisiga o'tsak. 5-inchisi. Boyagi narsaga qaytamiz. Qarang, mana bu so'zlar ham, tovushlar ham, ya'ni bu harflar ham bizda undosh harf hisoblanadi, to'g'rimi? Ya'ni bunga to'g'ri keladi, bundoq qarasangiz. Yo'q, lekin o'rtoqlar buni ikkilantirmaysiz. Bu harflarni ikkilantirmaysiz. Shuning uchun bekorga aytmanda buni birinchi. Ya'ni mana shu 3 ta harflar bilan keladigan so'zlarimiz
va bu harflarimiz umuman ikkilanmaydi. Fe'lda qachonki ing qo'shsa shunchaki ingni o'zi qo'shasiz ularga. Bularga qo'shilmaydi mana shu aytgan 3 ta harf bekorga aytmadim bularni. Tag'in mana bitta sinovga ikkita v qilib ing qilib yozib o'tirmaymi guys? Bu xato bu. Endi bu xato narsa. 5-si, oxirgisi qachonki guys, qachonki so'zni oxirgi bo'g'inida urg'u bo'lmasa, siz shunchaki oddiy ingni o'zini qo'shib qo'ying. Bo'ptimi? Oddiy ingni o'zini qo'shing. Open degan so'z bor bizda, to'g'rimi? Open, ochmoq. Mana bu qoida bo'yicha agar biz bu qoida bo'yicha oladigan bo'lsak, so'zimiz n bilan tugadi mana. Undosh harf bilan tugadi. Undan oldin bitta unli harf ham bor, mana bor. Endi bundan farqli tarafi o'rtoqlar, bizda urg'u degan narsa bo'ladi. Har bitta so'zda urg'u degan narsa bo'ladi. Shu urg'uyimiz bizda ikkinchi bo'g'inga urg'u tushmaydi. Urg'u bizda o'ga tushadi. Siz hech qachon bu so'zni open deb tarjima qilmaysiz, to'g'rimi? O'qimaysiz. Uni open deb aytasiz. Birinchi so'zga urg'u tushadi, birinchi unliga. Bunga tushmaydi. O'sha paytda siz oddiy ingni qo'shasiz. Oddiy shunchaki open, ya'ni ikkilantirmaysiz, shunchaki ingni o'zini qo'shasiz. Buni mana shuni ham listeningda ayniqsa o'rtoqlar, listeningda ko'pchilik shunga o'xshagan so'zlar tushib qolsa, o'sha harfni ikkilantirib qo'yishadi yoki yozish bilmaydi spellingda xatolik ketib qoladi. Oddiy shu qoidani yodlab olsangiz ham bemalol to'g'ri yozadigan bo'lsangiz bo'ladi, o'rganib olasiz ancha oson. Yoki bizda yana bor, visit degan so'z bor. Visit. Tashrif buyurmoq shunaqa. Siz bu vizitni ham visit deb o'qimaysiz, to'g'rimi? Oxirgi bo'g'inda urg'u yo'q. Visit deb o'qiysiz. Birinchi urg'u bu yoqqa tushadi, keyin bu yog'i eshitilmaydi. Ya'ni siz oddiy ingni o'zini qo'shasiz bunga. Ili yana nima bor? Nima bor yana? Listen bor, listen. Listen eshitmoq. Listen deb o'qimaysiz, uni to'g'ri? Listen deb o'qiysiz. O'shanda ham shuning uchun oxirgi bo'g'inda urg'u yo'q uchun просто ingni o'zini qo'shyapsiz. Tamam guys. Shunaqa. Endi guys bizda bitta but degan joyi bor-da shu yerda. But degan joyi bor. Butimiz bor bizda. Butimiz qachonki ikkita so'zimiz bor, bitta so'zimiz bor, travel degan so'zimiz bor. Travel. Siz traveling ikkita l qo'yib yozsangiz ham bo'ladi yoki oddiy shu aytgandek bitta l qilib yozsangiz ham bo'ladi. Traveling. Ikkalasi ham qabul qilinadi o'rtoqlar. Bittasi British, bittasi American'da bo'ladi. Shunaqa ekan. Bu ko'rayotgan bo'lsangiz tepadagi qoidamizga mana bu ikkalamiz qoidamizga qaysi bilan o'xshaydi. Ko'rsa, buni siz voyaga yetgandek traveling qilsangiz bo'ladi yoki shunchaki ingni o'zini qo'yib yetsangiz ham bo'ladi. Shu yodlasangiz bo'ladi. Thank you guys. That's it for our today's session. Thanks for sparing your time. And assalomu alaykum. Keyingi darsliklarimizda ko'rishguncha sizlar bilan Sağ ol. Sağ olasın. Salomat bo'ling.